o'tib borayotgan aynan 2019-yilni shunday bir so'nggi kunlarda har bir vatandoshlarimizda, hattoki bu yerdagi yurtimiz mehmonlarida ham bir o'zgacha kayfiyat. Lekin buni aniqlab olishimiz kerak. Anoxon, bir yo'l bilan. His qilishimiz kerak, to'g'rimi? Albatta, his etishimiz kerak. Ortida shuncha san'atkorlar hayajonlanishyapti, qanday qabul qilisharkin deb, to'g'rimi? Shuning uchun bilib olishimiz kerak. Lekin bitta narsani aniq ayta olaman, Dilmurod, aynan shu tomondagilar juda faollar, judayam. Demak, siz qarsaklar, olqishlar orqali aniqlab olmoqchisiz, to'g'rimi? Albatta. Demak, biz tarafdan o'ng taraf va men tarafdan chap taraf, shundaymi? Qarsaklar bilan aniqlab olamiz. Qani bo'lmasa, yo'q. Siz. Yes, go'zallar, qizlarimiz betakror-sizlar. Biz erkaklarni hurmat. Havay, bo'lmasam hurmatli yigitlarimiz, erkaklarimiz, umuman olganda bu yerdagi opa-singillarimiz men tarafdan bu taraf bir faolroq ko'rinishda bir qarsaklar, olqishlar bormi gruppa поддержки? Bravo. Rahmat. Haqiqiy olqishlarni eshitmagan ekansizda. Bu taraf ham chakkimas, hanum. Endi bu tomondagi qadrdonlar, azizlar, balandroq olqishlar. Bravo. Nima ham deymiz? Endi mana shu har taraf esa shunday bir faollik mana shu konsert so'ngiga qadar tark etish kerak emas. Ra'noxon, eng asosiysi shu narsa ma'lum bo'ldi. Bugun bu yerda har bir muxlislarda, yurtdoshlarimizda kayfiyat yuqori kayfiyat. Bravo. Albatta bu kayfiyat yanayam ko'tariladi, chunki san'atkorlarning siylagan ajoyib sovg'alari bor, ularni taqdim etishni boshladi Dilmurod. Albatta, bugun Xalqlar do'stligi saroyida o'zbek estradasining eng yorqin yulduzlari deymizmi, yosh san'atkorlar deymizmi, bari sizlar uchun va sovg'a ham tayyorlangan. Shuni ham aytib o'tishimiz kerak albatta. Albatta hali sovg'alar ham bo'ladi. Aynan shu yerga tashrif buyurgan kimdir mana shu sovg'ani qo'lga kiritishi mumkin, a? Albatta, eng baxtli albatta yurtdoshlarimizdan birini aniqlaymiz. Keling, Ra'noxon, aynan bugungi Tarona Show gala konsertining birinchi ishtirokchilarini sahnamizga taklif etamiz. Bu ijodkorlar ham o'ziga yarasha yosh bo'lishiga qaramasdan, qarang, ayniqsa chiroyli qo'shiqlar, ya'ni kulchi taronasini yaxshi bilishadi. Ayniqsa non yotganda taronasidan muxlislar juda ham bir iliq kutib olishdi. Mana hozir qarsaklar, olqishlar ila sahnamizga taklif etamiz. Aynan estradamiz ijodkorlari Afruza hamda ijodkor xonanda Azbek qarsaklar ila taklif etamiz. Marhamat. Marhamat. Albatta qolaversa tezda taklif etamiz, lekin bu ijodkor bilasiz, bu kuni nafaqat yurtimiz O'zbekistonimiz bo'ylab yoki qo'shni respublika Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston deymizmi, hattoki dunyoning turli nuqtalarida ham muxlislarni uchratishimiz tabiiy hol. Qarang, hozir e'lon qilishimiz bilan balkon ham va bu yerdagi barcha muxlislar, qarsaklar, hayqiriq ovozlar shu darajada baland bo'ladi. Mehrlarni his etamiz. Mehrlarni his etamiz. Keling, taklif etamiz yorqin yulduzlarimizdan. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev. Marhamat, bo'lasiz.
O'zbekistonning xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling. Uzoq yaqindan tashrif buyurgan aziz mehmonlar, yurtdoshlar, muxlislar. 38-39. Muxlislar. Nima dedilar? Hatta Yana 3-qator. yana iloji yo'q-ku. Mayli, keyin kelishamiz. Hozir esa birgalikda aytamiz bitta qo'shiqni. Rozimisizlar? Hammani qorni to'qmi? 1-2-3 ga tayyor turamiz. Jonli ijro. Qirmizi olma to'xtaydi. Tushga boslar pastga. Boshqa tillar shunaqa baqiraydiki, orqadagi nima bo'ldi deb qolsa, hozir ko'rsatib qo'yaylik. Boshqa tillar. Qirmizi olma yarim oy bir kun to'ygacha sevgi haqiqiy sevgi haqiqiy qarsak endi bo'lar. Bravo! Bravo! Ulug'bek Rahmatullayev. Qarang, muxlislar sizni shu darajada yaxshi ko'rishadi, lekin yana bitta aytaylik. yo'q, yana bitta traditsiya an'ana bor. Ra'noxon. Har gal sahnaga chiqqanlarda mana shuni amalga oshiramiz, to'g'rimi? Faqat shu amalga oshiradigan narsamiz o'zimizning telefonimizga. O'zimizning telefonimizga. Hurmatli muxlislar, Selfie qilamiz. selfie yo'q, video yozdi. Video selfie. Ana hamma telefonlarning chiroqlari spичкасini yoqadi. Yordamchilarimizdan iltimos qilamiz. Telefonlar. Men bir iltimos qilaman, juda chiroyli bo'ladi. Hozir aytsak, video albatta suratlarga olinadi. Yozma. Bu Kimniki bu? adashishdi. Bo'ldi. Xo'p. Hozir iltimos qilamiz. Avvalambor tilaklarimni aytib oling. Boringlarga shukrlaysizlar. Bu yil yomon yil bo'lmadi, xudo xolasa. Sizlarni qo'llab-quvvatlab, duoinglar bilan juda ham ko'p ijod qildik. Xudo xolasa sizlarga atab qo'ygan ko'p sovg'alarimiz bor 2020-yilda. Kelayotgan yangi yillar muborak bo'lsin. Ana, gapiryapman. Lekin hamma telefonini yoqish kerak chiroqlar. Ranoqam dora keldi, o'rtoq keldi deb Kerak, xo'p. Ular bilan boshqacha Faqat voy telefon shuncha odamga telefon bor. Hamma iloji bo'lsa yoqish kerak. Ayamaydi endi batareykalarni bunda ayamaydi. Sizlar ham birinchi xato Bemalol yoqamiz. Ikkitalar bu hammada telefon hozir. Bittasi mabodoga, bittasi. Ha. Yo, batareya o'tirib qolsa To'g'ri. Lekin hamma telefonni bir vadiyni zamosasini tushirib turish kerak-mi? birinchi pastga tushiramiz, shunday. Ha, meni iltimosim shuki, shu pastga tushirib tursanglar, bekitib tursanglar telefonlarni orqasini bor. Keyin bitta ko'taramiz, juda chiroyli chiqadi. Birinchi uchinchi telefonni ko'tarishadi. Hali hammasi pastga tushmadi. Pastga tushib turamiz. Endi o'rindiqlarni yonigami yoki ha? Bir, ikki, uch deganda hamma birdan ko'taradi telefonni. O'shanda zo'r chiroyli bor. Endi Instagram ijtimoiy tarmoqlarda ham biz kuzatamiz yaqinda. Xo'p. Qani? Hech kim ovoz chiqarmay tursin bo'ladi. Dilmurod aka, Rabbay. bugun konsertni meni taklif qildingizlar, lekin Istiqlol saroyida hech kim yo'q ekan deb o'ylasam, bilasiz nima ekan? Qarang, qancha muxlis bor ekan! Bravo! Balkon! Go'zallikni qarang. Bu qadar chiroyli. Zo'r, albatta mana eslariga uchun 2019-yilning eng zo'r video selfisi bo'ldi. Buni qaytarib beramiz. Rahmat, umringiz bo'lsin. Boringlarga shukr. Muxlislarimiz kam bo'lmaydi. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Alloh hammamizni o'zi panohida asrasin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yaxshi to'ylarda bizning xizmatda bo'ling. Rahmat! Ulug'bek Rahmatullayev Tarona shou gala konserti albatta yorqin shunaqa bir kutilmagan onlarga boy bo'ladi Ra'noxon. Albatta, qarang chiroqlarni qay darajada go'zalligini. Umuman aslida har bir insonning qalbida chirog'i bo'ladi. Ana shu chiroq bilan atrofini yoritadi. Siz mana shunday yoritadigan insonlardansiz va hozir yana ham yonishni istar edik. Navbatdagi san'atkorlarni taklif etamiz. Albatta, navbatdagi san'atkorlarimiz qarang, ayni mana shu Xalqlar do'stligi saroyida bu yil 17 yil deganda birinchi o'zlarini yakkaxon konsertlarini taqdim etdilar. Biz ijodkorlarni tabriklaymiz. Keling e'lon qilamiz. Sizlar uchun sahnada Afruz guruhi kuylaydi. Marhamat. Assalomu alaykum, eshitilyapti yaxshilar. Shakirchanlar emas, qo'ldan qo'yimiz ketdik. Ana bu yoniga qo'ldan ko'rmayapman.
o'rgaman chegarani necha marta bosib o'tganman orqali ko'zlarga asta qaradim seni ko'rmadim yana mana dilimda yana bayrona hamma ko'nglimda hayrona bayrona hayrona ay 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 loma xonatim shumay oh 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 azoblarimga ayo ey 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 sen to'g'riga marrami ay 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 charcharimdan bilmay ko'ngilli sevib yasha Afruz guruhi Muzaffar Jamshid ijodiy estradamizning yorqin yulduzi maftunkor Shahzodaxon ana gullar berilmoqda muxlislar nomidan. Mana aytganimdek Dilmurod, o'sha rasmlarini, qalblarini, ijodlarini gapirgandan ko'ra baribir eshitgan baribir boshqacha, to'g'rimi? Albatta Shahzodaxonga aytlar, olqishlar bormi, qarsaklar, yana bir katta. Shahzodaxon yordam berishlar. Shahzoda ishlagan bir konsertlarda deymizmi, shunaqangi bir qolaversa o'zlarini chiroyli chiqish dasturlari bilan har bir muxlisga yaxshi kayfiyat bilishlari tabiiy hol. Sovg'a to'g'ri, ko'pchilik qatori sizga ham yoqishini bilamiz, Ra'noxon. Nimaga xos sovg'alar haqida gapiryapmiz, bilasizmi? Mana qarsak ham chalishyapti, sovg'a deganimiz. Sovg'alar bor hali konsertda. Hali olmaydiku, hali bor oldinda sovg'alar. Endi Ra'noxon misol uchun sizga qanday sovg'alar yoqadi? Uzr savol uchun. Ming bor uzr. Oho, bu vaqtimiz yetmaydi. Juda ham ro'yxat uzun. Mayli, shu kunida kerak bo'lgan sovg'alarni aytay, kerak. Samolyot. Baqlajon, to'xtang. Mandarin olma kerak edi, qiyma, rayhon, hozircha shular. Tushunmadim. Bu sabzavotlarni nima
ahamiyati bor. Qanday sovg'alar? Endi sizlar ertaga esingizdan chiqib ketadi baribir. Shuning uchun hozir imkoniyatdan foydalanib esingizdan chiqib ketmasin. Mana shu mahsulotlar kerak deb aytyapman-da. Bahonada. Tushundim. 31-ga yangi yil oqshomiga Ra'noxonni qismi tayyorgarchilik ketayotganiga rahmat sizdek go'zal, latofatli opa-singillarimizni biz yigit erkaklarni oldindan o'ylayotganingiz uchun. Endi Rayhonli ijodkorimiz ham bor, bilasizmi? Rayhon degani men bejizga emas, Rayhon juda ham kerak, iforlari yoqimli, lekin bizni shu san'at osmonimizda shunaqangi go'zal Rayhon borki, uni nafaqat ifordan, balki ijodidan ham hozirroq bahramand bo'lishimiz mumkin birgalikda. Demak, kutib olamiz birgalikda. Birgalikda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, yorqin yulduzlarimizdan Rayhon. Marhamat. Alloh hammangizga sihat, salomatlik, omad, mehr, muhabbat va fayz baraka bersin. Rahmat ko'takan. Sog' bo'linglar, baxtli bo'linglar. Rahmat. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon juda ham bir chiroyli niyatlari uchun rahmat. Rayhon o'zlariga ham albatta hamroh bo'lsin, shunaqa bir chiroyli bildirilgan niyatlari Ra'noxon. Bir ikki ketdik. Assalomu alaykum aziz bolajonlar va ularning ota-onalari hamda o'zbek shou-biznesga befarq bo'lmagan aziz muxlislar. Hozir mana shu yerga kelgunimcha ikki ijodkorni ko'rdim. Bu ijodkorlarga
nafaqat Toshkent hududida, qolaversa respublikamizning barcha hududlarida ijod qilish uchun yo'llanma. Nega ular faqatgina bitta joyda ijod qilyapti? Qorofon va Yakkasaroy. Faqat o'sha yerda ekan. Yo'llanma berdingizmi? Xo'p, Yo'llanma berdim. Via Marokan. Via Marokan sizlarni yaxshi ko'rmaslikni aslo iloji yo'q. Ishonmasangiz mana olqishlarni qabul etishingiz mumkin. Via Marokan deysizlar. Abdurashidjon va Asalxon juda ham zo'r chiroyli ijodlar bo'lyapti. Ayniqsa Yakkasaroy qo'shig'i aktiv faol ovoz to'playotgan taronalardan biri. 2020-yilda ham keyingi bir tumanla ham yetishsa kerak ya. Xudo xohlasa. Judayam ko'p chiqadi. Qaysi tuman yana oldinda kutyapti? Sizlarni talabga imkon bo'ladi. Endi qaysi tumanni xohlasangiz shu tumanni tarona qilib beramiz. Qancha ko'p ovoz bo'lsa, bo'ldi, tushundik. Eng asosiysi qaysi tuman bo'lishidan qat'iy nazar har bir qo'shiqlar muxlislar qalbida qolyapti. Abdurashid Asal omad yor bo'lsin. Qarsaklarni taqdim etamiz. Rahmat. Rahmat. Konsert dasturimiz to'g'ri yana zavq va shavqqa to'lyapti. Navbatdagi san'atkorlar esa yaqindagina mana noyabr oyida konsert dasturlarini taqdim etdilar. Ularni har bir chiqishlari kayfiyatni ko'taradi. Bir ajoyib kinofilm desak ham xato bo'lmaydi. To'g'ri, kinokonsert, to'g'rimi? Bu ijodkorlar muxlislarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Ayniqsa romantik onlarga boy qo'shiqlar juda ham ko'p. Qarsaklar bilan taklif etamiz sahnamizda Sarvar va Komil Benom guruh ijodkorlari. Ko'zlarimdan alamdan o'tar ko'zoch
Shunchalar sezmaganmadim Yiroqlashsan nega birdan Mabodo qaytarsan Mabodo kelarsan Xatolaring balki bir kuni shu narsan Yutqazganman menman Sen ham yutqazgansan Afsuski bu narsen Juda kechaylarsan Mabodo qaytarsan Mabodo kelarsan Xatolaring balki bir kuni anglarsan O'shanda bag'rimga yanada banarsan Leksanga ko'nglimda tiklab berolmaysan Tiklab berolmaysan Charchadingmi ay yoki sevging so'rab bo'ldi qaysi bay kelmayapsan saqlay olmadim sevgimizda nechun asray olmadim qaytmayapsan qanchalar men sevar edim qanchalar sog'inar edim bitta kundeya eslardim sen shunchalar ko'rmading sen shunchalar ishonmading baxtimizning dunyosiga yo'q aybdor qidirman shunchaki sharoitim seni qoniqtirmas sen men har xil ekanmiz senga buning qiziq u menga muhammad bilaman sevanding sezardim hatto yuraging sevishi yetmas ekan ammo sen balki to'q yashashni xohlagansan angladim baxt uchun maqsad muhim ekan mabodo qaytarsan mabodo kelarsan xatolaring balki bir kuni shu narsan yutqazganman menman sen ham yutqazgansan afsuski buni sen juda kech anglaysan mabodo qaytarsan mabodo kelarsan xatolaring balki bir kuni anglarsan o'shanda bag'rimga yanada banarsan leksanga ko'nglimda tiklab berolmaysan tiklab berolmaysan Yangi yil barchamizga omad, quvonch hamda baxt olib kelsin. ijodkorlari Sarvar Bakomil va Mo'jiza raqs ansambli. Minnatdorchilik bildiramiz. Dilmurod, bilasizmi, yurakdan taralgan so'z yuraklarga yetib boradi. Yurakdan taralgan navolar yuraklarga jo bo'ladi. Yurak shunaqangi nozik, shunaqangi go'zalki, unga bir olam muhabbatni sig'dira olishingiz mumkin. Yurak haqida bejiz gapirmayapsiz, menimcha. Yurak tarona ijrosini yaxshi bilasiz. Tezgina e'lon qilamiz. Yorqin yulduz so'zayizlar. Sahnada Shohruxxon.
Seni qanday kuylasan Jarohatda ko'pitar Layaklar uchun kutar sho'rlik Bechora yurak Endi bu kimga kerak Kerak Yurak sensiz chidolmasa kerak Yurak o'rnida tinch turolmasa kerak Ko'nglim sezar unga dosh berolmasa kerak Unga sevgi kerak Yurak sensiz chidolmasa kerak Yurak o'rnida tinch turolmasa kerak Ko'nglim sezar unga dosh berolmasa kerak Unga sevgi kerak Shohruxxon qarang, yuqori haroratli hollarni taqdim etdim. Dilmurod, bilasizmi, muxlislar shunaqangi Shohruxxonni yaxshi ko'rishadiki, mana hozirdan his etilgan shu olqishlarni, shu qichqiriqlarni, gullarni aytmaysizmi? Bari bu cheksiz toza muhabbat sababli. Manzura! Marhamat. Sensiz bu hayolim dayda Ana ko'zim yonib boshdan nur sayda Ana bir soniyega mayli Sevib konuştu sevib sayda Sensiz bu hayolim dayda Ana ko'zim yonib
Manzura, rahmat. Tashakkur. Assalomu alaykum azizlar. Xudo xolasa hammaga tinchlik, xotirjamlik, ikki dunyoda baxt, saodat, omonlik tilab qolaman. Rahmat Manzura. Manzuradan chiroyli niyatlar, chiroyli albatta boshlar ham. Bilasizmi? Yana kechamizda oldinda sovg'a baribir bor. Hozir bu yerda bizlar sovg'a qachon bo'ladi, sovg'a kimga nasib etarkan deyotgan. E'lon qilamizda va mana shu zavqni guvohiga aylanamiz. Birgalikda demak Tarona Show gala konsertining eng hayajonli onlarida hurmatli xonimlar va janoblar qarshi olamiz estradamizning yorqin yulduzlaridan Munisa Rizayeva. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Eng asosiysi hayotda sog'lik, salomatlik, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Boringlarga shukur. Bravo. Rizayeva. Qarang, Munisaxonga gullar sizlar buketlar topshirilmoqda. Olqishlarni eshitdingizmi? Mana hozir qo'llab-quvvatlash. Qasamlar, olqishlar aytishlar. Buni panjabchi bormi yana bir karra? Endi mana bu olqishlarga Tojikistonda mehmonlar yo'qmi? Rahmat. Dilmurod, rahmat, sog' bo'ling. Ha, hozir
Albatta, kechamizning shunday bir yorqin onlarda Munisaxon o'zlarini bir mayus qo'shiqlar bo'lishiga qaramasdan yuqori haroratli onlarini taqdim etdilar. Tarona shou gala konserti davom etadi. Albatta, qanday qo'shiq jarang sochmasin, Munisa Rizayeva tomonidan baribir shu yuraklardan joy egallaydi, minnatdorchilik bildiramiz. Munisaxon, sizga rahmat, kirib kelayotgan yangi yil bilan. Sizlarni ham sog' bo'ling. Rahmat. Minnatdorchilik bildiramiz va Dilmurod, mana yangi yil haqida juda ham ko'p gapiryapmiz. Bir o'zingiz yangi yilni kutsangiz zerikarli, to'g'rimi? Do'stlar davrasida, dugonalar davrasida bu yangi yil o'zgacha zavq va shavqqa ega bo'ladi. Albatta do'stlar, yaqin qadrdonlar bilan, do'stlar, yigitlar, erkaklar komandasi bilan, oila yaqinlari bilan, to'g'rimi? Dugonalarga bemalol siringizni ishonib aytishingiz mumkin. Ishonib, hamma sir emas, ularga ishonib berishingiz mumkin. Men bildim, siz nimaga ishora qilyapsiz. 3 dugona bilan 31-dekabr kutmoqchisiz, to'g'rimi? 31-dekabr. Albatta, bu ko'zlaringizdan bor. Aynan shu dugonalar bilan shunaqangi yangi yilni kutib olaylik va bu dugona faqat menda emas, estradamizning yana bir yorqin yulduzida ham uch emas, juda ham ko'p dugonalar va qo'shiq esa aynan shu 3 dugona haqida. Albatta, uni ustiga ustak yoshlik davrlaridan ham katta sahnalarda sevimli yorqin yulduzlarimizdan biridan qarsaklaringiz sahnamizga taklif etamiz. Sizlar uchun sahnada Nilufar Usmonova kuylaydi. Marhamat. Shundan yorga yoqqan
Nilufar Usmonova. Uchli donalari, bu yerga hozir qarang, uchli donalar. O'zaro to'g'ri ijodkorlardan muxlislar juda ham faol. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat, sizga Dilmurod dugonalarni shu davrasi bari o'zgacha bo'ladi-da. Albatta bir o'zgacha Nilufar. Xayr, sog' bo'linglar. Xayrlash. Nilufar sahnadan chiqib ketyapti. Mana qarang, hozir sahnadan chiqib ketgunizcha qarsak tugamaydi. Qarang. Aziza Nizomovani taklif etamiz. Marhamat. Hozir bunga misol tariqasida albatta bu ijodkorni taklif etamiz. Ovozlari shu darajada chiroyli, shu darajada go'zal qolaversa, hamma mavzuda qo'shiqlarni bemalol ijro eta oladilar. Va hozir butunlay boshqacha yo'nalishdagi taronalari, to'g'rimi? Albatta, demak bu ijodkorimiz muxlislar ham yaxshi bilishlaysiz. Uning qarsaklarida tarona shouda taklif etamiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, go'zal, latofatli Milena Matmusayeva. Marhamat aytsa. Adamı bastım
Albatta, barchani kelayotgan 2020 yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. 2019-da yetishmagan niyatlaringizga ular shu yangi yilda yetishishlarini tilakdoshiman. Endi Qarsak. Chiroyli olqishlar. Albatta. ijodlardan bir parcha bo'lsa, nima deysiz? Yo'q, rasman ijodlari juda ham zo'r. Lekin hozir men Milena Madmusayevani ijodlaridagi qo'shiq emas, biz bilamiz Milena opera borasida ham deymizmi, hozirgi zamonaviy uslublarda ham qo'shiqlarni shu darajada yuqori harorat bilan ijro etib beradilar. Hozir bir opera ko'rinishda Milenadan bir chiroyli bir improvizatsiya bo'lsa. Misol uchun, qarang qarsaklar guruhi partiyasiga. Yangi yilga demoqchimisiz? Yangi yilga, misol uchun nima desa bo'ladi? Yangi yilingiz bilan tarona show bo'ladimi? Yangi yilingiz bilan tarona show. Shuni jonlida. Eshitamizmi sizlar? Eshitamiz. Zal nima deydi bunga? Qani? Yangilingiz bilan Tarona Show albatta shunaqa bir eng yorqin nuqtalardan biridir. Zo'r bo'ldi operadan ham bahramligi qobil. Kimga tushsa, ana shu muxlis, mana shu to'pni o'zida saqlaydi. Konsert tugaganidan so'ng sahna ortiga kelib, ma'muriyat bilan uchrashadi va mana shu to'pni qo'lga kiritgan sohib 2020-yil Tarona media tomonidan taqdim etiladigan barcha konsertlarga 2 kishilik bepul chiptalar qo'lga kiritadi. Va yana shuni ham aytib o'tamizki, 2020-yilda Tarona media ko'pdan ko'p konsertlarni sizni e'tiboringizga havola etadi. Xonadonjon bu degani hamma konsertlarga tekinga boradi. 2020-yildan to mana shu yanvardan to dekabrgacha hamma zo'r sovg'a ekan. Endi tomoshabin borib o'tirib olsam mumkin. Endi qarang, to'p bitta. Teba balkonga oshirasizmi? Balkongami? Balkonmi yo partermi? Yo'qmi? Yo oldin so'rab olaylik. Balkon deb so'rang, balkon. Balkon! Endi parter deb so'rang. Parter! Hop, bu tarafga. Ya, to'g'risi kerak. Mana shu o'rtada bu. Ko'zim yumib kepaman. Mana shu taqa. Ixtiyor bo'lsa, o'rtami, yonmi, o'ngmi, chapmi bilmagan holatda o'ng oyoq bilan emasmi yo chap oyoq bilan? O'ng oyoq bilan. O'ng oyoq bilan. Xo'p. Tayyormiz. Qani bo'lmasam boshladik. Bravo! Ana. Zalga svet berib tursak bo'ladimi? Zalga svet iltimos qilamiz yoqtirishlarini. Qani kimga qo'liga tushdi? Zalga svet deb so'rang. Zalga chiroq bermoqlar iltimos. Agar yoningizda biror bir qiz yoki ayol kishi bo'lsa, yana ularga qancha bo'lsalar yana ham bir yaxshiroq bo'ladi. Albatta, mana zalga chiroq berishni tabriklaymiz. Yaxshimisiz? To'pni o'zingizda ushlab turing. Ismingiz kim? Eshitdik. Shu otamiz ekanlar. Tabriklaymiz 2020-yil aynan Tarona media tomonidan taqdim etilgan barcha konsertlarga bemalol tashrif buyurasiz. Mana shu oldin xabarlar. Konsertdan so'ng albatta biz bilan uchrashishingiz kerak bo'ladi. Ana endi esa Endi esa rahmat sizga. Bizlarni ham sovg'amizni ham qoldirasiz. Tashlab keting, yodingizdan ko'tarilmasin, xo'pmi? Albatta, Rahmonxonga bir bugun chiroyli sovg'a tayyorlab qo'ygansiz. Juda ham xursandmiz. Umuman bilasizmi, nimadan xursandman? Shu to'pingiz qo'liga tegganiga juda ham xursandman. Qo'rqib turdim, hozir kimnidir boshiga tegmasin deb. Juda ham yaxshi bo'ldi. Yangi yil chunki tinchlik, xotirjamlikda kutib olishimiz kerak. Rahmat sizga, Qori bobojon. Endi Qori bobojonning bir iltimosimiz bor. Shunaqangi bir mana bayram albatta bizni hozir bu yerda tomosha qilayotgan barcha muxlislarimiz deymizmi, teleefirlar orqali kuzatib borayotgan har bir tomoshabinlarimizga ham bayram muborak bo'lsin degan holda endi Dilshodbek Qori bobojonning o'zlari bu xonandamizni hozir chaqirib bersin, bir e'lon qilib. O'zlari Islamimizning go'zal latofatli bir ijodkorlaridan. Iqtiboliy sahnada Umidaxon! Umidaxon, marhamat. Bilasan, bila turib seni dayla qilasan, hech nima bo'lmagan
tomosham bilasan mani bu rashkimni balki tushunasan bir kun kelib qadrimga yetasan mayli deding demadim hali ko'rasan mo'jarman osmonga yarasha uni demadim buni demadim men demadim xatolarini bilmadim sanadim bo'ladi hammasi deb yana chidadim daragi yo'q nega haligacha uni demadim buni demadim men demadim xatolarini bilmadim sanadim bo'ladi hammasi deb yana chidadim daragi yo'q nega haligacha bugun ertagacha tugamadi bazona bo'ladi bo'lganicha gohida kechgacha yo'qida beshgacha haligacha va'da yana va'da haligacha bugun ertagacha tugamadi bazona bo'ladi bo'lganicha gohida kechgacha yo'qida beshgacha haligacha va'da yana va'da yuragim tez 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 yanadi nimadir bo'lishini oldindan sezadi yana kelib tepkiyam balki buzadi bo'ladi boshqacha tomosha badaladi nimadan beradi menga badaladi lekin unutib qo'yaveradi uzadalar yuragimga beradi yana zarbalar o'zgarish yo'q nega haligacha uni demadim buni demadim men demadim xatolarini bilmadim sanadim bo'ladi hammasi deb yana chidadim daragi yo'q nega haligacha bugun ertagacha tugamadi bazona bo'ladi bo'lganicha gohida kechgacha yo'qida beshgacha haligacha va'da yana va'da haligacha bugun ertagacha tugamadi bazona bo'ladi bo'lganicha gohida kechgacha yo'qida beshgacha haligacha va'da yana va'da haligacha bugun ertagacha tugamadi bazona bo'ladi bo'lganicha gohida kechgacha yo'qida beshgacha haligacha va'da yana va'da haligacha bugun ertagacha tugamadi bazona bo'ladi bo'lganicha gohida kechgacha yo'qida beshgacha haligacha va'da yana va'da haligacha bugun ertagacha tugamadi bazona bo'ladi bo'lganicha gohida kechgacha yo'qida beshgacha haligacha va'da yana va'da haligacha bugun ertagacha tugamadi bazona bo'ladi bo'lganicha gohida kechgacha yo'qida beshgacha haligacha va'da yana va'da Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, barchaga kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Ilohim har biringizni xonadoningizdan fayz baraka hech qachon arimasin. Doimo sog' bo'linglar, hech qachon kasal bo'lmanglar. Sog' bo'linglar. Umidaxon, albatta sizga ijodiy parvozlar tilaymiz. Rahmat. 2020-yilda ham chiroyli ijodlar albatta Ra'noxon. Albatta 2020-yilda juda ham ko'p sovg'alarni taqdim etadilar, o'zlari ham qabul qiladilar. Ishonchimiz komil. Rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'linglar. Minnatdorchilik bildiramiz va bilasizmi, shunaqangi yorqin lahzalarga boy bo'ldi bugungi Tarona shouda. Albatta eng asosiysi sovg'alar ham Dilshodbek Qorboqjon o'z egalariga topshirildi. Demak, yangi yil barchangizga muborak bo'lsin, bayramona kayfiyat hech birimizni aslo tark etmasin. 2020-yilda Tarona medianing navbatdagi konsertlarida ko'rishguncha. buni qarang, eng asosiysi hali bironta ham tomoshabinimiz hali tark etayotgani yo'q. Xalqlar do'stligi. Bu esa biz ijodkorlarni albatta quvvatladi. Aynan Xalqlar do'stligi saroyining barcha jonkuyar xodimlaridan deymizmi? Aynan Tarona media ijodkorlari qolaversa, E'tirof davlat mukofoti sovrindori Shodiyona Omonova boshchiligidagi Shodiyona raqs ansambli ijodkorlari va estradamizning yorqin yulduzlari, albatta Ra'noxon Alimova, Dilshodbek Kattabekov va Dilmurod G'ulomov bir ovozdan nima deymiz? Barchaga bayram albatta muborak bo'lsin. Va shuni ham aytib o'tamizki, bilasizlar, bittagina shamchiroq minglab shamchiroqlarni yondirishi mumkin va sizni ana shu yondiruvchi dunyolarni yorituvchi shamchiroq bo'lishingizni chin dildan tilab qolamiz va qalbingizdan faqatgina mehr muhabbat tarasin.
Yangi yil ayyomingiz muborak bo'lsin azizlar. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bayramlar bilan azizlar.